Ayni damda 12-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari qishki ta'tilni mazmunli va maroqli o'tishi uchun juda ham ko'p to'garaklarga jalb etilgan. Shu jumladan hozir guvohi bo'lganingizdek, sport musobaqalarida bolajonlarimizni intellektual salohiyatlarini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yinlarida ham guvohi bo'lib turibmiz. Bolajonlarimizni bo'sh vaqtlarini behudaga o'tkazmasliklari uchun, qishki ta'tillarida maroqli, mazmunli o'tkazish uchun biz ustozlar, biz o'qituvchilar har doim tayyormiz. Maqsadimiz shuki, bolajonlarimizni mustaqil O'zbekistonimizni buyuk kadrlari, mutaxassislari bo'lib yetishlarida, o'z ishlarini fidoyilari bo'lib yetishlarida ancha yordam beradi. Ta'tilni mazmunli o'tkazish maqsadida maktabimizda to'garaklar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Maktabda ham sport to'garaklari, musiqa to'garagi, fan to'garaklari, ingliz va mana texnologiya fani bo'yicha ham to'garaklar ochilgan, tashkil etilgan to'garaklar yoshlarimizning savodxonligini oshirish, yetuk kadr etib tarbiyalashimiz omili bo'ladi.